Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Ezvis Glazogini yangi modelini obzorini ko'rib chiqamiz. Bu yangi model EP4 4K formatda, ya'ni 8 megapiksel sifatida chiqqan. Displeylari 5.5 dyum, oldingilarida 4.3 dyum edi. Ham batareykalari obyomi 7100 mAh, oldingisi 4600 mAh edi. Batareykalarda katta farqlar bo'lgan. Keyin sun'iy intellekt kiritilgan bu yerda. Odamlarni, ya'ni yaqin oila a'zolarini, tanishlarni rasmlarini kiritib qo'ysangiz bazaga, o'sha oila a'zolar glazokka oldi kelganda o'sha oila a'zosi keldi deb xabar keladi. Hozir buni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu 2026-yil modeli. Katta ancha farqi bor kattaligi. Bitta ikki taraf bilan aloqa gaplashsa bo'ladi. Sensor. Maxsus fotoriladigan boltchalari, chuqur razmer. Quvvatlash shunuri Type-C bo'lib chiqqan bo'ladi. Va glazogimiz o'zi juda og'ir, alyumindan ishlangan, bu plastmas emas. Og'ir, mana besi ham og'irligini ko'rinib turibdi. DP2S da bu plastik qilingan. Bu alyumin. Keyin buni o'rnatib, yana ko'rsatamiz. Mana o'rnatib bo'ldi. Tashqari tarafdan ko'rsatamiz. Shu tashqari tarafdan